Ma'lumki, bozor hududlarida ayrim qo'shtirnoq ichidagi shaxslar noqonuniy valyuta ayirboshlash va firibgarlik bilan shug'ullanib, fuqarolarni aldab, valyuta ayirboshlash davomida pullarni qayirib qolishmoqda. Bunday aldovlar fuqarolarning haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgani ayni haqiqat. Qo'qon shahridagi bozorda ham shunday salbiy holat ko'payganligi, bundan fuqarolar jabr ko'rayotganligi sababli shahar ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya xodimlaridan iborat 16 ta tezkor guruhlar tuzildi. Tuzilgan guruhlar tomonidan shahardagi mavjud bozorlarda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida noqonuniy valyuta ayirboshlash va firibgarlik bilan shug'ullanib kelayotgan 10 nafar shaxslarning barchasi ushlandi. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 va 194 moddalari tartibida hujjatlar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar ma'muriy ishlar bo'yicha Qo'qon shahar sudiga taqdim etildi. O'tkazilgan sud muhokamasi davomida ushbu fuqarolarning barchasiga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi tayinlanib, qonun ustuvorligi ta'minlandi. Shu o'rinda fuqarolarga eslatib o'tamiz, valyuta ayirboshlashni faqatgina bank muassasalari orqali amalga oshiring. Ko'chadagi qing'ir niyatdagi shaxslarga murojaat qilib jabr chekib qolmang. Ogoh bo'ling.